Assalomu alaykum barchaga 2026-yil 7-may sanasida Farg'ona viloyati Buvayda tumaniga kelganmiz. 2024-yil bahor oyida Pinkiledi Ro'zigulov olmani ko'chatidan bog'bon akamizga 50 tub berganmiz. Uchastkasiga ekkan. Bog'bon aka, ko'chatlar to'g'risida fikrlaringiz bo'lsa, kuzatuvchilarga mana bemalol aytishingiz mumkin. Ko'chatlarimiz bilan hozirda aldamadi bog'bon akamiz. Xohlasa buni chaqirdik, shoxlari ko'payib ketdi. Bering, zilonni qilib bering dedik, kelib mana zilonni qilyapti xohlasa. Ko'chatga adashganimiz yo'q, aldamaydi. Buni hosillari bor. 2022 bo'lsa, birinchi yil ham hosil ko'rdik. Xudo xohlasa, bundan bag'a hosilga kiryapmiz. Mana kuzatuvchilar, bu yerda hozir biz sizlar bilan birgalikda mana bog'bon akalarimizdan turadi. Zeloni aberesiya qilish usullarini sizlarga ko'rsatib boramiz. Haddan tashqari mana taglariga amafos bergan, tepasiga vitamin ximikatlarni telefon orqali maslahatlarni berganmiz. Mana shu darajada bo'ldi. Hozir ichiga o'sgan shoxlar va soya berayotgan yangi sur shoxlarni mana olib boramiz. Buni ichini ochmasa mana xom kalta bo'lib qoladi bu. Quyosh nuri ichkariga oson kirish kerak. Shunda mevali ko'klar tez shakllanib, hosildorlik ko'payadi. Sizlarda ham uylaringda qanaqangi daraxt bo'lsa, shunaqa ichiga o'sgan shoxlarni olib, kamaytirib qo'ysalaring, xudo xolasa hosildorlik ko'payib boradi. Juda ko'pchilik selektor qiladi, ko'chatni ekdik, hosilga kechikiryapti deydi. Bunga sabab ichi qalinlashib borgan bo'ladi. Surt novdalar xom kalta bo'ladi. Shuning uchun meva qilishi kechroq bo'ladi. Buni ayvantagi sinirosda berganmiz. Tegma usulda tarbiyalagan. O'tgan yili avgust oyida kelib shoxlarni yig'ib ketganmiz. Mana bergan ko'chatlarimizni mana natijasi xohlasa mana 2 yoshlik olmada mana mevali ko'kta bor. Xohlasa yildan keyin hosili yana ko'payib boradi. Shu yerga kelaman, xudo xolasa sizlarga yana hosili qay darajada bo'lganini ko'rsatib boraman. Tegma usulda chiqqan shoxlarini orasidan mana oralatib olib qo'yasizlar. Mana bu shoxlarni bahor oyida tepasidan kesib qo'yilsa, bu surt novdalar yana tanasi pishib turib, bu yerdan xudo xolasa hosil bo'ladi. Bizim maqsadimiz ko'chat ekkandan keyin faqat hosilni ko'paytirib borish. Nima mevalar? Gapirdim. O'jaka. Mana xudo xolasa mana zeloni adreskamiz yakunlandi. Mana shu holatda quyosh nuri bemalol kiradi bu yerga. Mana mevali ko'ktalarni sizlarga ko'rsatib boramiz. Kamerani yaqinroq olib keling. Mana shu yerda xudo xolasa bu yildan keyin mevali ko'ktalar mana hosil ko'rsatadi. Kimga shunaqangi mevali ko'chatlar va katta gektarlarga bog' qilish xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar. Nomerlarimizni yozib qoldiramiz. Mana bog'bon akamizni qilgan mehnatlarini, bog'larni ko'rib, mana shuni akamizdan ko'chat berganmiz. Bu akamiz ham xudo xolasa hozir olmalarini ko'rib, maslahatlarni berib boramiz. Sizlar ko'chat eksalaring, xuddi shu holatda sizlarda ham qanaqangi mevali ko'chat bo'lishidan qat'iy nazar telefon orqali maslahat beramiz va bunaqa ishlovlarni qilib boramiz.